Assalomu alaykum Instagram va YouTube obunachilar. Beruniy City domlari xudo qalasa tayyor kelaverasizlar. Aytilgan sovg'alar, aytilgan mashinalar xudo qalasa shu yerda. Batafsil ma'lumotlarni Akmal do'stim va Azamat og'amiz bilan tushunib, barin ma'lumotlarni berib o'tamiz. Va nihoyat Beruniy City uylarimiz topshirilish arafasida keldi. Endi Azamat og'am bilan so'nggi jarayonlar, yangiliklar bilan birgalikda suhbatini olamiz. Azamat og'a, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsin. Xudo qalasa bitib qopti. Rahmat. Chiroyli bo'libdi. Endi yangilik, o'zgarishlar bo'ldi. Endi yerdan keldi, kadastrlar chiqdimi? Barsini bir kuzatuvchilarimizga, xalqimizga podrobniy ma'lumot bersak. Bugun shu kutgan kunlarimiz keldi bugun. Xudo qalasa bugun kadastrimiz chiqdi. Mana remont ishlarimiz hammasi yakunlanib yetdi mana. Shu Beruniy City deganimizda hamma mana svetlardan bugun qistirib, kechda chiroq bo'lib shunday yonib turadi. Hamma holati, podyezdlarimiz ham hammasi o'zgacha bo'ldi, boshqa chiroyli bo'ldi. Sonlardan 1, 2, 3 podiyez. Har bir xonadonda yashaganlar o'zingiz bilasiz, taksi chaqirsa, Beruniy City birinchi podiyez, ikkinchi podiyez deb yanglishmay to'g'ridan to'g'ri chaqiradi. Shuning uchun ham shu nomerlarni qo'yishdi, qaror qildik. Zo'r bo'libdi Azamat. Endi eshiklardan mana domofonni qo'ydik. Eshiklar har bir fuqaro o'zining yangi plastik kartasi bilan kiradi. Begonalar kirmaydi umuman. Domofon. Xonadon egalari foydalanib biladi. Xonadon egalari. Har bir podyezning tiyinda mana kameralar, bu yerda svetlar, shu yerda mana domofon. Shu yerda kartasi bilan chuk-chuk etib kirib ketaveradi. Boshqa begon odam kira olmaydi. Begon odam kiradi. Har bir podyezimizda kirganingda chiqib borgancha svet odamning dvijeniyasini yanib hamma shunday yaxshi narsalar qo'yildi. Azamat aka, endi qurilish ishlari bitdi. Atqa o'tadigan yerga keldi. Bu yerda 4 podyezda 74 xonadon bor. Xudo qalasa 74 xonadonga 74 sovg'a bor. 74. Glavniysi mashin, to'g'rimi? Mashinadan olib kelib qo'ydik mana. Mashindan do'stlar olib kelib qo'ydik. Paket 2026 Kimga nasib etsa shunga tushadi mana, xudo qalasa. Shu yerdan 74 xonadon satilsa, xudo qalasa olgan odamlarning biri shu Cobaltning egasi bo'ladi. Boshqa qolgan 73 xonadon egalari ham quruq ham edi. Uy uchun kerakli bo'lgan texnika va jihozlar bilan xudo qalasa sovg'alar beriladi. Mana Cobalt aytganimizday, va'da etilganday, mana paket Cobalt do'stlar. Shu ro'parasi 35 kun bo'libdi, reklama etganimizga sovg'ani qo'yib. Sovg'ani qo'yganimizga hay tarafasida edi. Mana bugun shu 35 kunda bu yakunini yetib kadastrda oldik. Bemalol kelib xarid qiling. Mana shu mashin sohibi bo'ling, uyli bo'ling. To'ppa to'g'ri aytasiz. To'g'ri emasmi? To'g'ri. Do'stlar, qarang. Aytildi va qilindi. Natija 1,5 oyning ichida o'tkazilgan, bitgan natijani ko'rib turibsiz. Bemalol qo'rqmay, ishonch bilan kelib shu yerdan uy xarid etsangiz bo'ladi. Mana Azamat aka, xudo qalasa, sovg'alaringizni birma-bir baringizga topshiradi. Beruniy City uylarini barchaga tavsiya etamiz. Xudo qalasa, kredit, subsidiya, naqd pul farqi yo'q. Kelaverasizlar. Mana hamma yerda fontan oqib turadi, hamma yerda. Bu yoqlar fontan. Zelyonniy zonalar. Bolalar o'yingohlari, ana yerda 2 dona besetka quramiz, azon ertan quryapmiz uni. Shunda kechki salqinda chiqib o'tiradi besetka. Endi xudo qalasa, ana yanda 3 podyezimiz qurilishimiz davom etadi. Dekabrgacha topshirsak, buni polniy shoqallim ishlanadi. Katta bir kengishlik oldinda paydo bo'ladi. Oldinda stoyankalar, ana orqalaridan katta stoyankalar tashkillashtirildi orqasidan. Katta garodok bo'ladi bu. 15 podyezdan iborat bo'ladi bu yer. Endi hamma yerda yorug'lik, svet, ham kamera, chiroyli atmosfera bo'ladi. Xullas, do'stlar, shaharning markazidan sifatli, yaxshi uylardan olaman deganlar bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Batafsil ma'lumotlarni sotuv ofisimizda berib o'tamiz. Qanday ma'lumot kerak bo'lsa, shu yerda Beruniy City uylarining profilini, nomerlarini atmetib qilamiz. Telefon qilib, Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilib, ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Kuzatishda davom eting. Barchangizga Beruniy City uylarini tavsiya etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Azamat aka, ishlarga omad. Rahmat.